Assalomu alaykum, hurmatli atalarchilar. Mana bugun biz nimalarda 26-yilning 10-fevral kuni turibmiz. Mana bugundan boshlab qishning chillasi chiqdi. Biz arilarimizni endi aktiv rivojlanishi uchun qilayotgan ish, ya'ni arilarimizni qisib ushlashimiz kerak. Mana yashig'imizni ochyapmiz. Mana ochdik. Mana bu yerda tagidagi setkasini ochib qo'ydik. Bu setkani bekitamiz endi. Mana bekitdik. Endi arimizni ochib ko'raylikchi, nima bo'lyapti ekan. Arilar aktiv holatga kelibdi. Mana arilarimiz aktiv holatda. Mana sekin asta bu qismini ochamiz. Bu qismda ochamiz. Endi arilarni ko'ramiz. Arilarimiz mana juda yaxshi o'tiribdi. Nima qilyapti? Arilar mana aktiv holatga o'tgan. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 romda o'tiribdi. Endi bu arilarni qisib ushlash uchun nima qilishimiz kerak? Hozir buni ochib ko'raylikchi, holatini bilaylik. Mana yon taxtani sekin ochamiz. Juda mahkam ushlab qolibdi. Bu ramkadagi o'chirib turing. Ekstran qilingan nimamizni yon taxtamizni oldik. Buni bu yerga qo'yib tursak, mana qaranglar. Mana arimizni nimasida romida arilar azroq o'tiribdi. Bu qismida arilar yaxshi. Endi bu romni endi arisini silkib ichkariga tushiramiz. Mana ichkariga tushirdik. Yon taxtani bitta romka o'rniga qo'yamiz. Yon taxta bilan tagidagi polda orasida mana ko'ringlar 1 santimetr joy bor. Bu arisini silkib tushirgan romimizni buni orqasiga qo'yamiz. Ya'ni arilarni, ya'ni ona ari urib qo'yadigan qismi, gnezdo qismi deyiladi. O'sha qismini qisib ushladik. Arilar
endi romlarda mana bu 1ta, 2ta, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta romda zich o'tiradi va onari bularda aktiv urug' qo'ya boshlaydi. Agarda romlar yetarlidan ortiq bo'lsa, romlarni tepa qismida arilar bo'ladi tag'in. Urug'ni romlarni ma'lum qismiga qo'yib, bahorda kelyap turgan takror sovuq paytlarda arilar qisilib, qulub holatga yana o'ta boshlaydi. Chekkada, romni chekkasida qolgan urug'lar o'z-o'zidan o'lib ketib, ma'lum kasalliklarga ro'para kelishi mumkin. Bunday qilganimizda-chi, romlarni yuzasini 80-90% miqdori joyicha arilar urug' qo'yadi va aktiv rivojlanadi. Aktiv rivojlanib, ari ko'paya boshlaydi. Shunday qilib buni bekitganimizdan keyin yana mana plyonkasini qo'yamiz. Bekitib, plyonkasini qo'yib, endi buni issiq o'raymiz. Mana bu yerdan arilar baqa o'tmaydigan qilib qo'yamiz. Tagidan o'tadi, tepasidan o'tmaydi. Yana propolislarini yaxshilab nima qilib qo'yamiz. Mana tagidan o'tadi arilar. Betdan tepasidan o'tmaydi. Bu isitgichni joyiga qaytaramiz. Joyiga qaytardik. Ustidan mana termometechdan qilingan to'kakli isitgichni qo'ydik. Qo'yib, yashigimizni bekitib qo'yamiz. Mana arilar kirib chiqyapti. Arilar mana bugunda boshlab 2-3 kundan shag'a havo harorati kechalari +6dan yuqori bo'lib qolyapti, +6 bo'lib qolyapti. Bular demak arilarni qisib ushlaydiganini bildiradi. Shunday qilib qisib ushlasak, bizning arilarimiz yaxshi rivojlanib, yaxshi urug'qa qo'yib, mevali daraxtlar gullash paytigacha yangi urug'lardan arilar chiqib aktiv ishlay boshlaydi. Shuning uchun shunday qilinganda juda yaxshi bo'ladi. Bunda hozir bu yashiqni ichida ko'rdik, bizda ichida bitta romda pergali rom bor. Ko'rdik, o'shaning uchun ustiga qo'shimcha oqsilli oziqa bermadik. Agarda pergali rom bo'lmasa, shularni ustiga oqsilli gulchang bilan tayyorlangan oqsilli oziqasini qo'yish kerak. Agarda ovqatlari romlarda kamroq bo'lsa, ustiga asalli zaxira ya bo'lmasa nima qandidan tayyorlab ustiga qo'yib, shu holatga bekitib qo'yamiz. Bekitib qo'yganimizdan keyin bu arilarimiz 1 oydan keyin ko'ramiz. Endi bularga nima qilish shart emas. Demak, arilarni glezda qismi issiq, ustida ovqati bor, romlarda ham ovqati bor, keyin oqsilli ovqati ham bor, arilar aktiv ishlayveradi. 1 oy o'tgandan keyin bu arilarimizni ko'rib, kerak bo'lsa kengaytiramiz. Ya'ni o'sha yon taxtadan gnezdo qismidan bu yoqqa olib o'tib qo'ygan romlarni bittasini ichkariga qo'yamiz. Agar shu davrgacha arilar yaxshi ishlab, nima qilib yazishda torgan bo'lsa, tilcha, ular juda ham yaxshi hisoblanadi.
yondog'i nimada olib qo'ygan gineza qismidan bu tomonga olib qo'ygan romlarimizda asallar bor. Agarda asal zaxirasi kamlik qilib qolsa, arilar bu yoqdan u yoqqa olib o'tib bemalol yeyveradi. Faqat pol qismidan o'tadi. Shunday qilib, arilarni issiq ushlasak, yaxshi daromad qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.